İşte energetik, yap-yangi. Kecha bizni o'ladi deganlar, bugun ertaga o'ladi deyishsa kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoga shukr. Birinchisi pishdi. İkinci yapmıştı. Ay. Kommentariya qironlari Abdushukur rahmat, zo'r podдержка qilyapsizlar, lekin u sal yozayotganda shaxsiyatga tegmay ko'chada o'tib ketayotganlar hayron. Üçüncüsü ham pishdi. Ana 3'te ketdi. 4-kundan ham o'tdik mana. 96 kungina qoldi atiga.